Yetar uzoq kelyaptimi? Mahallani obodonchiligiga qarash. Ne rais bu? Kimdir suvga tarif po'choq tashlayapti, uni ushib olsam, qamadi o'qilama. Mahallani obod qilguncha o'lib ketmasam bo'ldi-da. Rais bu, Nozimni do'kon ochar ekan, bitta kirib ketmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zim ko'rib kelaman. Sen yab-yab razvedka qilib tur. Tamom. Yangi do'konlar qulluq bo'lsin. Mahalla ham maza qiladigan bo'pti-da. Qanaqa kiyimlar sotilyapti? Rais bu, bu yerda murskiy kiyimlar, jenskiy kiyimlar, unisex kiyimlar sotiladi. Hayvon. Yop do'konda. Mahallada unaqa uyasiz kiyimlar sotilishiga yo'l qo'yilmaydi. Xarajat qilib qo'yganmi rais bu? Xarajatingga harakatim. Yo'qot, yop. Uyasiz kiyim sotasan? Bu katta tuxumni kim tug'ibdi? Anjali bola katta mega tuxumni qitirib rais bu. Yo'q, viloyatdagi hamkorlar dillilar aloqa chiqayotgandir. Qo'shni davlatlarga fura ketyapti rais bu. Zo'r narsa qitiribdi. Biz mahalladagilarga emas, do'konlarga, bozorlarga to'ldirib tashasiz. Xo'p bo'ladi. Rais bu, sizga bitta gap bor, yuringlar. Yurchi. Rais bu, onlarga qarang, ichib o'tirishibdi. Ne shayton mazmun bo'lyapti, yurchi. Shu dizalaring. Kecha tog'am bitta bolani qo'lini chop tashadi. Nimaga? Nima bo'lardi? Qo'ymagani qo'y. Sen qo'yg'ag'ila mahallada ichadigan bo'lib qolishdingmi? Qo'shni mahallaga borib ichimiz-a? Bolalaringni o'ylasenchi, alkashni bolasi degan non qoldirmasdan, rais, sendan kattasi kelsa ham ichamiz. Kuchi yetadimi duxumni olishga? Rais bu bilan o'ynashma, duxingni sindirish kerakmi? Mana! Choy damlab ichasan, hayvon. Bironta mahallada aroq ichishgan, qahman yo'qilamoqmi?